Qani Ziyod, Shangang porti to'xtashga tayyor bo'l. Bu ismdan hayron qolmagansan. U sen bu portda asosan chin tili qo'llanilganligini uqtirib ber. Nima bo'ldi o'g'lim? Men ota-onamni ikkinchi ko'rolmasmanmi deb o'ylab qo'yaptiman. Alloh xolis uzoq qolmay ularni ko'rsan, oilangdagilar jam. Qachon dengizchi? Qachon? Buni faqat Alloh beradi o'g'lim. Biz arab portlarining ko'pinchisini aylanib chiqdik. Mana endi Hindiston, Chin va men ko'rishni xiyolimga keltirib boqmagan yurtlarni kezyapmiz. Shunda turibmi ota-onamning qilcha asar yo'q. Umidvor bo'l Ziyod. Yaxshilikqa vaqt kelganda erishalaysan. Menda sen ota-onang bilan o'zing tasavvur qilgandilmi tezroq uchrashadigandak tuyg'u bor. Bu ishkonglar mening qayg'umni yengilitish uchun deyotgan so'zlar xolos. Alloh ota-onang bilan cho'qim uchrashtiradi. Umidlik bo'lgin. Qani kel, qirg'oqqa yaqinlab qoldik. Kela. Tatliq beliq. Ta'mi g'alati ekan. Sening mo'sh xildik beliqni yuging botdi-ku Marjon. Men uning ismining g'alitaligiga qiziqib yugim kelgan edi. Uningda shikar balig'ini nim bilay. Datlimay Allohga shukr qil. Men bir til savzimi yemadim. Nemishqa? Bu g'alati hosi bilan qandoq yiyalayman? Uni mendak mundoq tutqin. Bu hosi ko'zimga kirib ketganda tas qoldi. Ziyod, sen nimishqa yemaysan? Allohga shukri, men to'ydim. Balki sen ilmi ota-onang to'g'risida o'ylanayotgansan. Biz davomli bag'onlik porti ularni izlayapmiz. Men har bir portda tunji bo'lib qorovulxonadan ularni surishti qilyapman. Ularning sifatlarini aytib, portdagi ishlamchi do'stlarimdan surishti qilib kelyapman. Samrining qissasining davomini anglasak qandoq? Shundoq. Bizning uningga va uning qavmiga nima ishlab bo'lganligini bilganmiz-ba. Davomini bizga aytib bersizlar dengizchi bova. Onunga davomli sajda qilinglar. Onunga yalvorib duo qilinglar. Samari, sen kishilarni aldayapsan. Ovozni anglamadingmi? Bu ovoz nereden keldi? Bilmayman. Amsi bu altın heykel nereden geldi? Bunu mu bilmayman? Sen yana ters halık çoğunçılık kılıvatamsan? Men bu heykelning Musa va Harunning Rabbi ekanligiga hargiz ishonmayman. Senden ilgari Piravin ve Hamallamı kapır boğaşqa perverdiga ulanı soğuk g'arq qilib etdi. Sen fitna teryapsan, Samiri. Ondaqda yo'lin qilma. Bizning ibodatimizni buzma. Mam, sen g'azabga uchraysan. Ben sizlarni ogohlantiryapman. Yuz bergan ishlarni Allohning payg'ambari Harunga yetkazdim. Onunga nima deding? Onunga kishilar oltin mo'zayga cho'qinayotdi. Ular uni nereden ep kelganligini bilmayman dedim. O nima dedi? O sizlarning Rabbinglar rahimdordir. Bana ergishinglar, amrimga itoat qilinglar dedi. Lekin ko'plagan kishilar uning so'ziga parvo qilmadi. Tekrar ogohlantirishlarga quloq solmadi. Do'stim Samri, ahvoling qandayroq? Yaxshi turdingmi? Ovozingni past qil birodar. Sen ilohning huzurida. Kechirgin, qasddan qilmadim. Sana cho'ng gunoh yezilib bo'ldi. Buyuk ilohning haykali oldida kulish va yuqori ovozda gap qilish gunoh.
bu nima degan cho'ng musibat? Endi qanday qilaman? Kechirim so'rab qurbonlik qilishing kerak. Mana ol. Men buni o'g'lash uchun ko'p jafo chekkan edim. Uni ilohga nazar qil. U mening tenimni saq qilib, ko'p rizq ato qilg'ay. Bu ikkisi yangi talabgan. Bularga ataydigan qurbonliginglar qani? Menda mush to'shqandan boshqa hech nima yo'q. Sen darhol boshqa bir jup toshqon tutib kelishing kerak. Kechiktirma. Ma'qul Samri. Sen-chu bajarma. Nima deb kelding? Beshim qattiq og'rib uxlayolmayapman. Mo'zayga duo qilsang, menga shifolik bergan bo'lsa. Bo'ladi. Ilohning sana shifolik berish uchun senmi qurbonlik qilgin. Erim Halim kesel bo'lib qoldi hazratim. Xo'p, bo'pti. Bu Mo'zay ilohning jazosi. O'tinib qolay efendim. Uning uchun bir ish qiling. Oldi bilan qurbonlik qiling. Bizning hech nimamiz yo'q. Iloh eringizda afu qilish uchun qizingizni oltin ilohning ibodatxonasiga olib bering. Iloh mushu qurbonlikni xohlaydi ekan. Bo'ladi hazratim. Meni kechir qizim. Mushunda qilishga majburman. Qani qizchaq, ilohning haykalini tozalab, uning birinchi koyinining kiyimlarini yuvgin. Tez bo'l. Bu iloh nimishqa yana mo'rab bizga barakat bermaydi. Havo jimjit turdi. Nima? Demakchi bo'g'inim, sizlar qilchi o'zgarmayapsizlar. Qalblaringlar go'yoki muhabbat va kang qo'soq shamini pokitga olmaydigan nurg'un shamolga o'xshash gunoh va o'chmaliklar bilan to'shib ketdi. So'zing haqiqatan go'zal, ammo men hech nimani tushunmadim. Turinglar. O'rninglardan turib, toki iloh abiy sizlardan rozi bo'lganiga qadar ibodatinglar bilan havoni harakatlantiringlar. Rost aytibdilar kohinlarning cho'ngi. Hay ko'pchilik, bu bihudlikdan to'xtanglar. Nima da'vatsan? Allohning payg'ambari Musa tog'dan qaytib keldi. Qaytib keldi? Qachon? Bayatdan qaytib keldi. Qarindishi uning sizlarning mo'zayga cho'qinganlarini aytdi. U qattiq ochiqlandi. Uning ochiqlanganini qanday bilding? U qo'lidagi Tavrat taxtaylarini cho'rib yetib, qarindishining chaç soqollaridan so'rab, uning bu ishga sukut qilganiga qattiq koyib ketdi. Harun unga nima dedi? Harun payg'ambar uningga: "Aka, mening chaç soqollarimni so'ramang. Men sizning meni Bani Isroilni bo'lib yetibsan, vasiyatim bo'yicha ish qilmabsan deb o'ylab qilishingizdan azirdim" dedi. Ko'pchilik Allohning payg'ambari Musa mush yerga kelyapti. Chatoq bo'pti. Allohning payg'ambari bu yerga kelgan ekan, sizlarning mening xizmatimga ehtiyojinglar yo'q. Na ketyapsan Samri? Men mushu tog'ning ustida bir do'stim bilan uchrashishga va'dalashgan edim. Bu tog'ning ustida sana o'xshash bo'ra, yilon, chayonlardan boshqa hech narsa yo'q. Allohning payg'ambari sening bu ishingga hukm qilguncha mush yerda saqlab tur. Hech yerga bormaysan. Samri so'roq qilinibdi. Musa payg'ambar uningdan nimishqa bundoq qilganlik to'g'risida so'raganda, u o'zini oqlashga boshlabdi. Men hammani aytay. Men boshqalar ko'rmagan bir ishni ko'rdim. U ulug' farishta Jibril edi. Men u mangan yerdan bir changal to'pi ilib olgan edim. Shu to'pini bu haykalni yasashga ishlatdim. Nemishqa mushunda qilding? Nafsim menga shuni chiroyli ko'rsatdi. Allohning payg'ambari sana hukm qilganiga qadar mush yerda kutib tur. U seni ming qitim o'limga hukm qilsa-mu, yana sening jinoyatingga ozlik qiladi. Sen menga o'xshash mo'zayga ibodat qilmadingmi? Sen bizni ozdirding. Biz sana agishib qopdik. Xavshik, payg'ambar hukm chiqarmoqchi. Musa alayhissalom onunğa ketkin, ömür vayet kögellik kişiga mağa yaqinlashmanglar degaysan. Sening muayyan vaqting bor. Allah sana qilgan bu va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi u debdi. Uningga hech kim gap qilmasin. Hech bir maxluq uningga yaqinlashmasin. Mana bu Allohning payg'ambarining buyrug'i. Uni o'lgich qo'yib beringlar.
Musa alayhissalom pishni terig'uchiga o'z hukmini chiqargandan keyin pishni qurol bo'lgan Musayni parchalab o'tda ko'tirib qoldiqlarini dengizga tashlab etishga hukm qildi. U odam tarafga qarama. Samirayni da'vatamsiz. Ağzını yum. Onun ismini tilga olg'uchi bo'lma. Bizga uningga gap qilish, uni tutish, hatto uningga yiqilishmi harom qilindi. Tushundingmi? Tushundim ota. U bizni ostirdi. Men uningga berilgan jazo uning jinoyatiga osi qiladi deb o'ylayman. Allah hammadan bak belguchi va eng to'g'ri hukm qiluvchi. Albatta ota. Allohning bizni butparastlikdan va butlarga cho'qinishdan qutuldirganiga shukrlar bo'lsin. Hamda men seni Allohning payg'ambari buyurgan haykalni pochoqlash sharpida ovlaga shirik qilib qo'yay. Tez bora. Endi bo'ldi. Qani bu parcha oltinlarni o'tga tashlanglar. Uyutilgan oltinlarni suvga elib boradigan qurg'oq tayyor. O'tini obdarroq yo'g'ib ol, mexa. O'l bo'p ketmisin. Biz hozirli berib o't qalab, qattiq sovuqdan isinimiz. Allah rizq qilib bergan tomoqdan yeymiz. Mexa, bajarma. Men qaranglar. Men do'stinglar Samri. Hech nimani olmagan bo'lib ol. Albatta. O'zimni azobga duchor qiladigan sarang bo'lmasam men. Nemishqa menga hech kim javob bermaydi. Men sizlarga o'xshash insongo. Ham to'ngib, ham qo'stig'im echyotdi. O'zim yolg'iz hech ish qilmayapman. Mush yo'lda o'ladigan o'xshayman. Onaga qaramay chapsanma. Ma'qul. Men bu jazoning o'limdan qattiqligini bilmab ekanman. Dastlabda azobdan qutuldim. O'z maylimcha qo'yib etildim deb o'ylab ekanman. Biroq yolg'izlik va bekorchilikdan azoblanib sarang bo'lay deb qoldim. Altın mozay turgan bu yaman joyni meyvelik bog'chiga aylanar deb hech kim xayoliga keltirib bakmagan. Haqiqatan mo'jiz. Meningcha hech qanday yomon joy yo'q ota. Biz qilgan eng yaxshi ish mushu zamonga yaxshilik terig'inimiz. Bizning sal qarg'aligimizni va ozg'unliklarimizni Alloh kechirsin. Ezib ketishimizga sababchi bo'lganlarning jazosini bersin. To'g'ri, uning yo'qligiga diqqat qilmadinglar. Shundoq diqqat qilyapmiz. U bir qancha haftadan beri oramizda ko'rinmaydi. O saranglardek tamoq tilabmi mangmayotdi. U o'lib ketganmidi yoki helimi tirikmidi? Bu ish bizga muhim emas. Alloh uningga o'z hukmini chiqarib bo'ldi. Allohning hukmiga qarshi turg'uchi yo'q. Bu yerga nishik o'tmishni qo'yib turinglar. Uning ishini tamoman unutib ketaylik. Ziroatning mahsulotini yig'ib o'zaro bo'lishaylik. Kambag'al miskinlarning nesibasini unutib qolmanglar. Ular bizning qo'llarimiz bir atal mevaga so'nilishdan burun eg'iz tegadi. Beshim qattiq og'riyotdi. Qizib qolgandek qilaman. Endi qanday qilay? Saqaygan chig'imda dengizga sho'ng'ib, eritilgan oltinlarni ep chiqib, mozayni qayta yasayman. Medirlayolmayapman. Gapmi qilolmayapman. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا،
لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. صدق الله العظيم. Samiri silning deganlaridek aqlliq va jalbkor kishida qildi dengizchi bova. O amaliyot shundoq siyatdi. Bu uning boshqalarning e'tiboriga erishishining sababi. Kishilarni oldiga olgan va ustunlikka erisha oladigan odamlar ko'pincha o'zining aqlliligi, boshqalarning hurmatiga erishganligi va mantiqisining kuchidan bahramand bo'ladi. Lekin bularni Allohning ne'matiga shukr qilishning o'rniga yomon yo'llarga ishiltadi. Nimishqa uningga kishilardan yiroq turish va ularga arziyat berishdan to'xtash jazosi berilgan ustoz. Onunğa bu hayat yalğız yaşaş hükmü, yani öz cesedi içinde ölüm hükmü çıkarıldı. Bu onunğa berilgen tuncu ceza marcan. İkinci cezanı bolsa Allah özü beledi. Vədi qılınğan gün kelgende Samiri'nin ve onundan başka zalim aldamçılarının cezasını Allah herkes kechiktirmaydi. Bu tamaxanning sahibimi mushundaq ushtiqosi bilan meni aldabdi. Buning bilan bir toz sabzimi yeyamidi. Endi boshqa yurt degan qiynamag'ayli. Keyin qoldiq, menishga tayyorlik qilishimiz kerak. سبحان من أهدى إلينا ذكرانا وأمدنا بالفضل والإحسان. سبحان من أوحى به لنبيه ليضيء فجر العلم والإيمان. سبحان من بالحق هو يروي لنا قصصا عن الإنسان في القرآن. يا رب نور بالكتاب قلوبنا، يا رب عطر بالكتاب لساني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. كم من طغاة ظالمين تجبروا ملكوا بفضل الله ثم تنكروا وتذكروا عند التراب الفاني. كم من رجال صالحين تعاهدوا أن يصبروا وقت الصعاب وجاهدوا حكاياتهم تبغى مدى الأزمان. تلك العجائب والخوارق كلها صدق إذا وردت عن الرحمن.